Xoja Ahmad Yassaviy kim edi? U zotning hikoyasi bizni 12-asrga, avliyolar shahri Isfijob, ya'ni Sayramga olib ketadi. 1093-yilda Xoja Ahmad Yassaviy javonmardlik tariqatining piri Shayx Ibrohim ota oilasida tavallud topdi. Go'dakliklarida dastlab onalaridan, 7 yoshda esa otalaridan ayrildilar. Yagona opalari Gavahar Shahnoz qo'lida ulg'aya boshladilar. Dastlabki ustozlari otalari Shayx Ibrohim va Shayx Shahobiddin Isfijobiy edi. 7 yoshga yetganlarida Arslon Bob bilan uchrashadilar va to Arslon Bobning vafotigacha xizmatlarida bo'ladilar. Bu uchrashuv ularning dunyoqarashini tubdan o'zgartirib yuborgan va hayotning maqsadini anglashda yordam bergan. Arslon Bob vafotidan oldin Xoja Ahmad Yassaviyga Buxoroga borishni va O'rta Osiyo tasavvufining tuzuvchi ustunlaridan biri bo'lgan Hazrati Xoja Yusuf Hamadoniyga shogird tutishni vasiyat qiladilar. Xoja Yusuf Hamadoniy xizmatlarida tarbiyat topgan Xoja Ahmad Yassaviy u zotning 3-xalifalari darajasiga erishadilar. Xoja Ahmad Yassaviy botiniy tarbiyatni Hazrati Hazrdan oladilar va jahriy zikrga, ya'ni zikr qilishda ovozni chiqarib zikr qilish uslubiga buyuriladilar. Qandiya va Rashahatu Aynul Hayot asarlarida keltirilishicha, Hazrat Hamadoniyning vafotlaridan keyin katta shogirdlari birin-ketin pirlik vazifasini bajarib, muridlarga yetakchilik qilishni boshlashadi. Qachonki Hazrati Xoja Ahmad Yassaviyga navbat yetganda, Buxoro va unga yondosh hududlar xalqini da'vat etish bilan mashg'ul bo'ladilar. Bir qancha muddatdan so'ng Hazrat Yassaviyga g'aybdan ishora bo'lgach, o'zlariga tobe bo'lgan barcha ashob va muridlarini Hazrat Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniyga topshirib, o'zlari ona yurtlari Turkistonga qaytib ketadilar. Bu yerda u zot o'zlarining mustaqil tariqatlari Yassaviylikka asos soladilar. Bu tariqatning o'ziga xos tomoni shunda ediki, u turkiy millatlardan chiqqan birinchi tariqat edi. Xoja Ahmad Yassaviy oddiy xalq tushunadigan tilda Qur'on va sunnatning asl mohiyatini o'zlarining hikmatlarida turkiy tilida bayon etib berdilar. Hikmatlar dastavval o'troq va ko'chmanchi hayot kechiruvchi turkiy qavmlar orasida, keyinchalik esa butun islom olamida keng yoyildi. Yassaviy hikmatlari ko'plab insonlarning, xossatan turkiylarning islom diniga mustahkam kirishlariga zamin yaratdi. Bu xizmatlari va Allohning bergan fazli evaziga Xoja Ahmad Yassaviy tarixda Piru Turkiston, Sultonul Orifin, Hazrati Sulton nomlari bilan qoldilar. Hazrat Xoja Ahmad Yassaviy 1166-yilda Yassi, bugungi Turkiston shahrida vafot etganlar va qabrlari ustida sohibqiron Amir Temur tomonidan ulkan maqbara qurdirilgan. Yana bir e'tiborga loyiq voqea bu Ahmad Yassaviyning 63 yoshga yetganlarida yer ostida joylashgan chillaxonalariga kirib ketishlari va shu bo'yi vafotlarigacha yorug' olamga chiqmaganlari hisoblanadi. Shuning uchun ham u zotning necha yoshda vafot etganlari haqida bir nechta turli-tuman ma'lumotlar keladi. U zotning Allohga yetish yo'lidagi sayr usullari shunchalik ta'sirliki, bu haqidagi rivoyatlar hamon qizg'in muhokamalar mavzusi bo'lib kelmoqda.